Aziz yoshlar, Buxoro ixtisoslashtirilgan Olimpiya zaxiralari maktab-internati 2020-21 o'quv yili uchun 6-sinfni bitirgan yosh o'g'il-qizlarni 17 ta sport turi bo'yicha 7-sinfga qabul qiladi. Olimpiya sport turlari: badiiy gimnastika, basketbol, voleybol, futbol, chim usti xokkey, boks, dzyudo, yengil atletika, qilichbozlik, stol tennisi, taekvondo VTF, erkin kurash, yunon-rum kurashi, karate VKF. Milliy sport turlari: kurash, belbog'li kurash, noolimpiya sport turlari, sambo. Maktab-internat tarbiyalanuvchilari orasida 2016-yil Rio Olimpiadasi g'olib va sovrindorlari Shahobiddin Zoirov, Shahram G'iyosov, Nigina Sharipova, Paralimpiya g'olib va sovrindorlari Shirin Sharipov, Sherzod Namozovlar yetishib chiqqan. O'quvchilar 4 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Manzil: Buxoro shahri, Alpomish ko'chasi, 2-uy, mo'ljal, Tojmahal to'yxonasi ro'parasi. Pandemiya sharoitida tumanlardan hujjat topshiruvchi o'quvchilar o'zlari yashab turgan tumandagi jismoniy tarbiya va sport bo'limiga murojaat qilishlari mumkin. Telefonlar 65 kodi bilan 222 75 46, 93 kodi bilan 622 55 45, 458 07 67.